Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa bizning keyingi jangimiz 9-may kuni bo'lib o'tadi. Sizlardan dodi bo'lib turishlaringizni so'rab qolaman. Xudo xohlasa kontraktga juda ham oz vaqt qoldi. Nasib bo'lsa agar trenirovka jarayonimni shu YouTube kanalimda joylab boraman va sizlar kuzatib bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, like va podpiska. Bu narsani kiydik. The Hulk. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. O'zbekiston. Mana hozir biz trenirovkani boshlaymiz. Jangdan oldingi YouTube vlogimiz. Kuzatib ko'ringlar, qiziq bo'ladi. Hozir ozgincha qizib olamiz, keyin trenirovkani boshlaymiz. Hozir bir olamiz, keyin mishok lap ishlaymiz. Kuzatib ko'ringlar, akalar. Aziz do'stlar, hozir bizda qo'limizdan vaznini qo'yamiz, chunki bilasizlar, udan qattiq bint qo'lni yana qilishi mumkin. O'shaning uchun vaznini qilib bosamiz. Akalar, mana ukamiz asl nasib bo'lsa urushadi. To'g'ri o'qiringlar. Bir og'iz o'zi ham intervyu olamiz o'zidan bir og'iz. Ketdi, balandroq gapir. Inshaalloh ertadan keyin imkonimiz nasib bo'lsa, hammasi joyiga nasib bo'lsin. Ukamiz ozgincha uyalchang. İnşallah ertaga yutamiz dedi o'zi, agar eshitmagan bo'lsalaringiz. Rahmat akalar. Bu kachistosini qaranglar akalar. Sindiradida kachistosi.
o'qinglar. Nima sizlarga kerak? O'qinglar iltimos. That is good. You know this to say something. You already said. Which one is the famous the part of the Pomo? Okay, I can say that. My first one I just put it. Assalomu alaykum. Hurmatli Aslanjon Ortiqovni YouTube kanalidagi muxlislari, aka-ukalari, yaqinlari, do'stlari. Bugun Aslanjon Ortiqov yangi post joylayapti. Shunga aktiv bo'lib turasizlar, podдержка qilasizlar. O'zbekiston. Og'a, bilaman sizlar qo'llab-quvvatlaysizlar. Sizlarga ishonaman. Va bugun biz tayyorgarlik haqida gaplashamiz. Tayyorgarlik juda zo'r ketmoqda. Xudo xohlasa 9-may kuni inshaalloh Aslanjon Ortiqov Van Lumpiniga qaytadi. Xudo xohlasa. Van Lumpini ringga yana ko'taradi. 9-may kuni. Kontrakt bo'lishi nasib. Xudo xohlasa inshaalloh bu safargi raqibi kontrakti bor, bundan oldin reytingda bo'lgan yaxshi sportchilardan biri. Xudo xohlasa inshaalloh bu safar kontrakt nasib inshaalloh kattaroq Van Lumpinidan shu joyni kesib tayyorlaymiz. Van Championship bilan dunyodagi eng katta organizatsiya, Muay Thai bo'yicha eng katta organizatsiya Van Championship bilan kontrakt tuzadi. Xudo xohlasa inshaalloh 9-may kuni prямой efirda kuzatib turinglar. O'shanda sizlarga ham salom aytadi. Shu bola. Mana shu bola. Prямой efirda turib sizlarga rahmatini aytadi. Albatta o'g'lar, agar sizlar to'g'ri o'qirsalaring, mana qo'llab-quvvatlab qo'ysalaring, har doimgidek bilaman O'zbekiston qo'llab-quvvatlash bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda. Rahmat O'zbekiston.